Xo'p, demak, keyingi mavzumiz molar konsentratsiya. Molar konsentratsiya deb tayyormisizlar? Yozamiz. Molar konsentratsiya deb 1 litr eritmadagi molar konsentratsiya deb 1 litr eritmadagi erigan modda miqdorini molar konsentratsiya deb 1 litr eritmadagi erigan modda miqdorini molda ko'rsatuvchi konsentratsiyaga aytiladi. 1 litr eritmadagi erigan modda miqdorini molda ko'rsatuvchi konsentratsiya. Ya'ni buni qanaqa tushunish kerak? 1 litr eritmadagi erigan modda miqdorini molda ko'rsatuvchi konsentratsiya. Qaranglar, agar 1 litr eritmada 1 mol erigan modda bo'lsa, har qanaqa erigan modda, bu eritma 1 molar bo'ladi. Katta M bilan belgilanadi, o'qilishi molar. Yoki bo'lmasa mol taqsim litr o'lchov birligi. 1 litr eritmada agar 1 mol erigan modda bo'lsa, saqlasa shu eritma, bu 1 molarli eritma deyiladi. Formulasi ham bor. Belgilanishi S katta M teng erigan moddaning miqdori molda o'lchanadi va eritmani hajmi litrda o'lchanishi kerak. Mana shu formulani topsa bo'ladi. Yoki mana bizda davrda mana bunaqa 3 talik proporsiya deyiladi bu. Mana shu 3 talik proporsiya orqali ishladik. Bu formulaga ham tushadi, yoki 3 talik proporsiyaga ham tushadi. Xo'p, masalan, ikki litr eritmada aytaylik 4 mol natriy H mavjud. Oddiy savol. Shu eritma molarlik. Ne 2. Hamma tushunda, ya'ni shuni molda hajmga bo'lamiz. Xo'p, yoki yana bitta o'zgartiramiz. 300, to'playmiz. 300 ml eritmada 33,6 gram kaliy H mavjud. Shu eritmani molar konsentratsiyasi. Hatto molga o'tish kerak, mol. Massani bo'lmaymiz-ku. Formula nima deyapti? Necha? 2. Bu ham 2 bo'lar ekan. Xo'p. Ya'ni necha mol bo'ladi? 33,6 gram kaliy H? 0,6. Millilitrni ham nimaga o'tkazish kerak? Litrga. Tushunarlimi? Mana bu yoqda tushuntirish qo'ydinglar. 4 ni 2 ga bo'ling, 2 chiqib keldi, to'g'rimi? Endi bu yoqda nima qilamiz? Bu yoqda molga o'tish kerak. Birinchi kaliy H'ning miqdori 33,6 ni bo'lamiz ichiga 56. 0,6 mol. Ana endi o'sha 0,6 molni biz bo'lamiz nechiga? 0,3 litrga. 300 ml 0,3 litr bo'ladi. Tushunarli? Mana shu yerda 2 molar chiqib keladi. Tushunarli? Xo'p, yana bittagina masala. Misol uchun bitta shundan bo'lsa, masalan 400 ml eritmada, hop 400 ml eritmada aytaylik, hop qaysi modda bo'lsin? 56 gram kaliy H bor. Mavjud. Shu eritmaning molar konsentratsiyasi 2,5. Chunki bu necha mol? 1 mol. Bu 0,4 litr. 1 molni 0,4 litrga bo'lamiz. 2,5 mol. Kim tushunmadi? Tushunarlimi hammaga? Formulaga qo'yamiz, chiqib keladi. Xo'p, keyingisi. Misol uchun
Qaranglar. 2 hay keraklar shu. 300 millilitr 300 millilitr bir 2 molarli 2 molarli natriy H eritmasida necha gram erigan modda bor? Ya'ni necha gram natriy H bor? Qanday ishlaymiz? 300 ml 2 molar natriy H eritmasida necha gram natriy H bor? Javob. Formuladan formula chiqarib nimani topish kerak? Birinchi. Endi topamiz. Endi qanday topiladi? 24 to'g'ri. Ko'payadi bir-biriga bo'linadi. Ko'payadi. Hamma biladimi formulada formula topishni? Nima bilamizmi? 0,6 mol 0,6 molni ko'paytiramiz 40 ga. Javob 24 to'g'ri javob. Tushunarlimi? Agar mana bu formuladan formula chiqarishga kimdir adashsa yoki ikkilansa son qo'yinglar. Eng oson. Masalan 3 teng 15 taqsim 5. To'g'rimi Shukr? To'g'ri. 15 topish uchun 3 ni 5 ga ko'paytirish kerak. Yoki bo'lmasa 5 ni topish uchun 15 ni 3 ga bo'lish kerak. Hech qachon adashmaysizlar. Tushunarli? Demak, 15 topamiz. Ya'ni bu yerda mana bu massasini topish uchun bizga buni moli kerak. Miqdori kerak. Miqdor topish uchun 0,3 2 ga ko'payadi. 0,3 ko'paygan 2 ga 0,6 mol bo'ladi. 0,6 keyin 40 ga ko'paysa necha bo'ladi? Demak, 24 bo'ladi. Tushunarlimi? Mana shunaqa. Xo'p, yana bittagina mayli. 0. Xo'p, 500 millilitr 3 molarli Xo'p, qaysi modda olamiz? Kaliy H bo'lsin. Eritmasida necha gram kaliy H bor? $500 millilitr. Javob 84 to'platib. Chunki necha mol? 1,5 mol. 1 mol 56, 1,5 moli 84. Tushunarlimi? Xo'p. Keyingi savol. Demak, tarkibida aytaylik 2 mol yoki shuni kelinglar massaga beramiz. 112 gram kaliy H saqlagan. Hop, 500 millilitr eritma. Ya shuni bo'pti. Sal o'zgartiraman dedim. Hop, mana bunaqa. Tarkibida 112 gram kaliy H saqlagan eritmaning molar konsentratsiyasi aytaylik 0,5 mol taqsim litr bo'lsa, shu eritmani hajmi qanaqa bo'ladi? 4 litr. To'g'ri. Agar 5 molar bo'lsa 0,4 litr bo'ladi. Demak, 4 litr. Ya'ni hajmini topish kerak. Bu uchun nima qilamiz? Miqdorni molarga bo'lamiz. Bu uchun mana molga o'tish kerak. 112 gram kaliy H necha mol? 2 mol. 2 molga necha bo'lamiz? 0,5 ga. Tushunarlimi? Ya'ni V teng nima bo'ladi? N taqsim S. Ve 2 mol mana bundan kelib chiqadi. 2 mol kaliy H. Bo'lingan 0,5. 4 molar bo'ladi. Va yana bitta. Tarkibida aytaylik 19,6 gram sulfat kislota saqlagan. Hop, eritma molar konsentratsiyasi 2 bo'lsa, shu eritmaning hajmi millilitrda necha millilitr bo'ladi? 100. Shunaqa? 100 millilitr ekan?
Necha millilitr eritma? 2 mol. Millilitr. 100 to'g'ri. Ya'ni 0,1 litr yoki 100 millilitr. Kim tushunmadi? Kim tushunmadi? Tushunarlimi? Hozir ikkinchi qismiga o'tamiz.